Assalomu alaykum. Bugungi ishimiz bu endi bugungi emas, 2 kun oldin kelib ketdim. Korobka kuygandi. Mana bu joydan keyin mana bu joydan hamma joy qorayib kuyib ketgandi. Men ularni ochib, naqasiga nima qildim. Endi hozir mana shu yerdan lishnilarni olib tashlab, endi lishni degan qanday mana bunaqa. Bu yoqda ulan bor, bu yoqda ulan bor. Mana bu joyda borda. Shu oradagi mana bu korobkani olib tashlab, chiroyli qilib hozir nima qilib beramiz. Tak, mana bu korobkada shu uchiga kelib qo'ygandi. Shuning uchun joyini o'zgartirib, bu tarafiga buni hozir ham uдлинять qilamiz bunisini. Bu sразу kiradi, busini almashtiramiz, bunisini ham almashtiramiz под замену. Buni bu yog'idan bu korobkasi qoladi, bunisi ketadi. Mana bu joyga boshqa yangi korobka qo'yamiz. Bas elektrik xizmati kimga kerak bo'lsa, murojaat qilinglar.